2,5 sotuq 6 ta xona 3 ta sanuzil. 143 ming dollarga shu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Qarang, xonadonga kirishingiz bilan bitta ikkita mashina qo'yishga joy, bitta letniy oshxona, bitta hojatxona, zelen zonaga bitta e'tibor berasiz. Podval qismidan iborat xonadon. Asosiy binoga kirib borar ekanmiz, bitta prixoshka bilan boshlanyapti. Ko'ryapsizlar, remontlarga bitta e'tibor berasizlar. Chiroyli holatda. O'ng tarafimizda bitta oshxona, tashqariga qaragan romlari ham bor. Uni yonida bitta общий sanuzilga ko'zingiz tushyapti. Yonida ota-onalar yotoqxonasi, bitta zal. Ikkinchi qavatga chiqib borar ekanmiz, sizlar bilan bitta hol bilan boshlanadi. O'tga divanli zona qilib qo'yish imkoniyatini beradigan xonadonimiz. Bitta ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzili bilan birga, bitta o'g'il bolalar yotoqxonasi, bitta yana qiz bolalar yotoqxonasi. Xonadonni ko'rib turibsizlar, chiroyli holatda qurilgan, pishuq ishlardan bitta fasad ishlari qolgan. Fasad ishlarini o'zingiz interyeringiz bo'yicha qilib olasiz. 6 ta xona, xonalarni ko'rdinglar, chiroyli holatda remontdan chiqarib qo'yilgan bo'ldi. Narxi start 143 ming dollar. Kelgan manzilga tushuntiradigan bo'lsa, Nazarbek, Pushkin yengi tushgan mostdan ichkariga 1-2 kilometr kirganingizda shu xonadonimiz chiqyapti. Suv, svet, gazdan muammo yo'q, yon atrofda maktab, masjid, bog'chalardan muammo yo'q xonadonimiz. Raqam qoldirib qo'yamiz, batafsil ma'lumot kelib ko'rib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Albatta kelishadigan joylari bor. Shunaqa chiroyli xonadonlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like urib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar.